Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi ishimiz Namangan viloyati Chortoqqa 1.5 oldovchali pechkamizni olib keldik. Mana shu joyga ustunovka qilib beramiz. Devori qalinligi 95 sm ekan. Pechkamiz devorda ichiga o'rnaydi. Akalarimiz o'zlari usta ekan, ichki atkoz qilib chiroyli remont qilib oladi. Demoqchi bo'lganimiz, shunaqa qalin devor bo'lsa ham o'rnatsanglar bo'laveradi. Chiroyli bo'lib bitadi. Shu holat. Bitganda ham bir video davomiga ulab qo'yamiz. Ko'rib bir qator baho berib qo'yasizlar. Xizmatlar bo'lsa bemalol murojaat qila olasizlar. Devorni ochyapmiz. Oldin pechka bo'lgan ekan bu yerda. Uy sinchli uy. Mo'rini holati qanaqa ko'rinadi sizlarga? Shu holatda ekan. Bu yerda sinch bor. O't ketib qolmaganiga malades dedim. Yog'ochni qaranglar tursin. Shuni ishlatishgan ekanda endi. Xudo xolasa chiroyli qilib buni tepasi ko'tarilgan ekan, uni ochib turib pasaytirib ichlarini to'ldirib bu yog'ochni yoniga ichki qismiga g'ishtlardan terib xavfsiz qilib chiroyli holatda o'rnatib beramiz. Assalomu alaykum barchaga. Pechkamiz ham tayyor bo'lib qoldi. Namangan viloyati Chortoq tumaniga o'rnatib berdik. 1.5 oldovchali pechkamiz. Mana shu holatda bitta oldi ko'rinishi. O'tlarni ham yoqib qo'ydik. Pechkamiz ham bitdi. Inshaalloh mana shu holatda o'rnatib berdik. Oldovchali 1.5 pechkamiz. O'tlarni yoqib sinab berdik. Isitishlari Xudo xolasa zo'r. G'ishtlarimiz, shoflari imkon qadar qo'ldan kelgancha chiroyli holatda qilib bitirib berdik. Devorda o'sha ishni boshida aytdik. Endi ish jarayonini videoga olmadik, cho'zilib ketmasligi uchun. Devorimiz o'zi 1 metr edi eni. Pechkamiz 52 sm ga bitadi. Akalarimiz mana bu joyda endi bitta ichki atkoz qilib to'g'rilab oladi. MDFdanmi, kafelmi nimadir qilib to'g'rilab olsa chiroyli bo'lib qoladi. Nariyxonada sveti bor, bu xonada yo'q ekan. Pechkamiz orqa ko'rinishi shu holatda bo'ldi. Bu tomonda ham bir xilda 21 sm dan atkoz chiqadigan qilib qo'ydik. Devorni o'rtasiga olib shu holatda bitdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Barcha mahsulotlar ichida o'zimiz o'rnatib beramiz.